hisobli to'lonmay tomonidan keng ko'lamli ko'rsatma nomida ma'lum etgan yil to'lonmay tomonidan hozir mahallalarda ikki xil ko'klarimiz mavjud. Mahalla davomidagi ikkita ko'kimiz mavjud. Ulardan bittasi mahalla loyihasi. Ya'ni bu 30 minggacha ajratilib, 25%dan bu maqsadga sarflanadi. Maqsadiga qanaqa ishlab chiqarish, chorvachilik, issiqxona xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlarga ajratiladi. Sug'urta yoki uchinchi shaxs kafilligiga ajratiladi. Sug'urta yoki uchinchi shaxs kafilligiga olinadi. Keyin yana bittasi bor, biznes maqsadim 3 yilga berilib 25%dan xuddi ham uni tartibi o'z-o'zi band qilgan fuqarolarga ajratiladi. Va xuddi nima bo'lagan. Maqsadli ishlarni va xuddi ishlab chiqarish tibbiy sohalarga ajratiladi. Keyin avtokreditlarimiz bor, ipotechnik, omonat, keyin muqobil 300 milliongacha garov evaziga mikroqarzlarimiz ham mavjud. Ularning foizi 28%dan boshlab